Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahmon Qahhorning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Eli Dolqunlari nomli 2 qismliq tarixiy romanining 1-qismining davomini anglatamiz. Ajab bir zaman bo'ldi. Olam chirgilay deydi. Yurakdagi zardab suv qonga o'rilay deydi. Bu nima degan zo'rliq? Osh dedi badoq, mol dedi badoq, berdi dedi badoq. Endi qizimizni so'ramdikan. Qarindoshlarımızın turmidagi azoblarini, beajal o'limlarini angladim-ku. Shularni ko'rib turib uyga solinib o'ltirsam qanday chidayman? Senmi qanday chidaysan, apa? Bu bizning beshimizga tushayotgan ko'pat emas. Yuzlab, minglab oilalarning beshiga tushayotgan ko'pat. Hukumat buning qaysi birini hal qilgan? Necha million muntazam armiyasi, zamonaviy qurol yarog'lari bor hukumat. Bu ishga qarab turamdi. Bir necha o'g'rining parakandichligiga kuchi yetmasmi? Bugun harambog'ni cho'qim olamiz. Bugun shuning bilan Gomindan qo'shinlarining g'o'jiligi eng og'ir qismlari taltik tugaydi. Sizlarga qalbi yor bo'lsin. Dushmaninglar yer bilan yakson bo'lsin. Onun qalbida qo'zg'algan tuyg'u buningdan 2 oy burun qo'zg'algan emasmidi. Shu topda bo'yniga avtomat asqan, yuzlari qoradab yerilgan. Talay urushlarni beshidan o'tkazgan bu yigitga qizning mehri qaytadili yangan edi. Uning ko'z oldiga Nodamning heliqi saqchi amaldorini bir mush bilan yiqitgan manziri keldi. Men sizni mundaq yerda uchirtaman deb zodili o'ylamagan edim. Dedi Varisjon Rayhonga qarab. Varisjonning yuzlariga sakrab chiqqan hayronligi texichi besilmagan edi. Meni qurol tutamaydi deb o'ylamsiz? Qizlar zulmga qarshi inqilob qilolmaydi deb qaysi tarixda aytilib ekan? Dushmanlarga qarshi g'azabga kelgan odam, mayli qiz, mayli o'g'il bo'lsin, hammasi qo'liga qurol ola oladi. Dedi Nodam qat'iy holda. Angladingizmi? Mana bu haqiqiy inqilobchining so'zi. Dedi qiz chin dili bilan Nodamni qo'llab. Qizirib ketgan Varisjon o'sal holga tushib qoldi. Mana endi bir sapda ishlaydi ekanmiz. Bu nihoyat yaxshi bo'ldi. Dedi Varisjon xijillikdan qutulish uchun gap yutgan. Xuddi u gaplarni anglamagandek. Rayhon o'ynoq qo'y ko'zlari bilan Nodamga qarab qo'ydi. U Nizomiddinning boyi aytgan keskin, yolqinlik so'zlariga qanday qoyil bo'lgan bo'lsa, Nodamning elili aytgan haqqoniy so'zlaridan intayin rozi bo'lgan edi. Ularning yeniga kulimsirab Anvar keldi. Nodam avtomatni tutgan qo'lini tuvan tushirib, uningga hurmat bildirdi. Mana Varisjonmi bizning sepimizga qo'shildi. Bu olqishlaydigan ish. Bizning sepimiz Gomindanga qarshi texmi nurg'un inqilobchilarga muhtoj, dedi Anvar. Anvar boyadan beri Nodam bilan Varisjon o'tirsida bo'lingan gaplardan xabardor edi. Qani yur, ishimizga mangayli, dedi Anvar Nodamga. U ketib berib mundaq dedi. Kimdi kim bo'lsin, u Gomindan qarshi tursa, biz uni qarshi ilishimiz, olqishlashimiz kerak. Bizga qilmagan askarligi ko'rsatmagan kuni qolganmi Anvarka? Siz bilasizmi, texi dodisi sizlarning qanot qoqadigan vaqtinglar keldi deb demish. O inqilobchi bo'laman desa, mana kangri yo'q. Ehtimol ularning mo inqilob qatnashishda o'z muddaosi bor. Lekin hozir uning payti emas. Hisob oldigan kunlar oldimizda. Kelgusida qiladigan ishlarni hozir qilamiz desak, inqilobimiz xatolikka uchraydi. Nizomiddin kamning so'zlarini unutib qolsak, texmi bo'lmaydi. U bizning inqilobimiz bosqichlarga bo'linib elib berildi. Har bir bosqichning o'z alohidligi bor degan emasmidi? O'g'u shundoq. Ular ishqisi shtab ichidagi qaysidir bir bo'limga kirib ketdi. 18-bob. Gulbamxonning qo'li ishqa bormas bo'lib qolganiga uzun bo'ldi. O'g'li bir kechida yo'qib ketgandan keyin andisi ko'payib, har kuni qalaymaqon tushlarni ko'rib chiqatdi. Uning ustiga milqida qo'zg'olon ko'tarilgandan tartib hozirgacha
yiroq yerning gapi har yangsa degandek tarqalgan har xil gaplar uningga hech orom bermadi. Ana kunda kelib turadigan yaxshi xabarlar bilan yana Ulastayda gomendanchilar ikki partizan bolni tutib olib, terisini ta'tir suyibdi-dak. Bir tulxotunning yolg'iz o'g'li gomendanchilardan onni etib bo'lib, bir tal o'qida o'zi etib o'pdi. Soqchining qora darvozasiga 7-8 odamni qo'liqidan mixlab esib qo'yibdi. Cheriklar nurg'un partizanlarni tutib o'tdi ekan. Ularning qiyirlarini shu yerda etib tashlab, yoshlarini mashinaga besib shaharga akirib ketibdi. Degandek ansiz xabarlarni mo anglab turadi. 2 hafta ilgari u mundaq dahshatli bir tush ko'rdi. Urush oyoqlashgan qonliq maydon. Qonchilagan o'liklar qonga petib yetibdi. Ba'zilari oran metrlaydi. Ba'zilari qo'lini so'zidi. Lekin beshini ko'tarolmaydi va ba'zilari sus ovozda ingraydi. Gulpamxon mushu maydonda qon kechib o'g'lini izlab yurgidek. Shu chog'da yiroqdan bir ot ko'rinibdi. Ot tinmay beshini silkib, osta-osta uningga yiqilib kelganmish. Qarog'udek bo'lsa, kumush egar to'qilgan shundoq chiroyli egiz to'riq ot. Qo'shbosh egarning qishig'i qonga bo'yalgan qilich esiqliq turgan. Onaning yuragi etishibdi-da, o'ziga hurmat bildirib turgan otning beshini silab, yoylarni tarabdi. Shu chog'da ot zuvonga kepti. Ey qo'rqimsiz arlarning onasi. Sening bolang necha yuz dushmanni mo'sha qilish bilan chonab, oxir mag'dursizlanib yiqildi. Men seni izlab ketib boratdim. Seni yig'lamaydi deb o'ylagan edim. Mundaq yig'lig'ining nemisi? Sening ering zolim boylar bilan elishib o'ldi. Cho'ng o'g'ling zolim hukumatning qilmishlarini pash qilib o'ldi. Mundaq sharatlik o'limlarga yig'lasang, Xudo seni kechirmaydi. Xalqmi kechirmaydi. Al, qilishni al. Uni endi navrang tutsin. Gulpamxon undarab o'yg'inib ketdi. 2-3 kungacha o'zini bir bilib, bir bilmay yurdi. Oxir tushga nima kirmaydi deb o'ziga tasalli berib, bir oz xotir jamlanib qolsa-mu, lekin o'g'lining tirik o'ligi to'g'risida xabar ololmay buruqdirmi bo'lib yurdi. Partizanlar G'o'lja shahriga besib kirgandan keyin oxiri shu shaharga kirib chiqqanlardan o'g'lining salomat ekanligini uqdi. Shuningdan keyin xushalliqda beshi osmonga yetgidek bo'ldi. O'g'lini ko'rishga oldirib, nima qilarni bilmay qoldi va tunugun tavakkul qilib navrisini yetilib shaharga mongan edi. Qo'lim qo'shnilari yo'ldan to'sib oldi. Qo'ysila, urush texi bo'laversa bu nima qilganlari? Kichik balani sovuqda yetilib avar bo'lmasala, endi o'zimi kep qala, shahar degan maniqu. 1-2 kun qarab boqayli, agar kelmasa, silini biz akirib chiqayli. U oxir qo'lim qo'shnilarining nasihatiga ko'ndi. U bugunmi atdiganlik choy ichib bo'lib, qochi-quchilarni yig'ishtirmay, atgan choyning shamisini chaynab, ko'ziga tayinib, xiyol bilan uzoq o'ltirdi. Odiljon chayini ichib bo'lib, ho'ylida o'ynayotdi. Kichik derazadan kun nuri g'uva tushib turadi. Uy ichi xilili ilib qolgan edi. Kishi o'z umrida hodis nurg'un ishlarni ko'radi ekan. Bu nima degan malomatchilik-a? O'lganlar ormonda ketdi. Tirik qolganlar buni ko'ryotdi. Mubodo Nodir bolam hayot bo'lgan bo'lsa, o'zini ototdi ekanda. Mana, madam jinida qo'lig'im miltiq opdidek. Tova. Bu bola mening yolg'izligimni nemishqa o'ylamaydi-xandu. deb o'ylaydi ana. Gulpamxonning o'y xiyollari texi oxirlashmay turibla, ho'ylig'i otliq bir kishi kirib keldi. Odiljon o'ynayotgan o'yinni tashlab, uningga ajablanib qaradi. Otliq kishi bolaga kulimsirab qaragan edi, u birdili tunib qoldi-da, kayniga qayrilib, uyga qarab mingildab yugurganicha varqirdi. Moma, okom keldi. Yo'l bo'yi Opam nima deydi ekan? Qanday qarshi oladi ekan? Alla tovsilib, o'zini yerga etib ketami? deb o'ylab kelgan odam otdan tushib, uni yozliq choyxona to'rikiga bog'ladi. Gulpamxon uydan oldirib chiqib keldi-da, o'g'liga qarab yugurdi.
Voy canım balam, bağımı sen, senimi kördüğün günü boladı ekan-ku. Ana yugurib kelgenicha Nodamni bag'riga bosdi. Uning peshonasiga so'ydi. Sovuqda yerilgan yirik yuzini siladi. Boyadan tartinib turgan Odiljonmu akisiga o'qdek etildi. Akisi uni ishki qo'ltiqidan ko'tarib oldi. Uyga kir balam, uyga kir. Gulpamxonning o'g'lini ko'rib ko'ngli buzildi. O'ltirishib ketgan ko'zlarida yoshlar mo'ldirlashga boshladi. Nodam Odiljanni ko'targunicha uyga kirdi va uy ichiga sap soldi. Uyda hech qanday o'zgarish yo'q. O'choq boshlari, tom cho'rilari seg'izlay bilan suv olgan. Derizadagi bir jup qochi gul ko'kirib turardi. Besoqsiz bu uy chinidek pokiz va iliq edi. Qanday ahvoling, opa? Sening tozimi? Yaxshi balam, ish qilib oyog'imdan shamol o'tib turibdi, dedi ona oralla. Nodamga qishliq kiyim singishgan. U tashlanmagan uzun oq juvi kiyib, belini tasma balvoq bilan mahkam bog'lagan. Putidan bo'z kiyimining qo'njini qayrab olgan. Oq quloqchisini o'ng qishig'a sal singayon qilib kiyib olgan. Odiljon tomga tiklab qo'yilgan miltiqni tutib ko'rib, akisiga savol yog'dirishga boshladi. "Aka, bu nima?" "Bu miltiq. Miltiqni bilamsan?" "Nima qilasan uni?" "Dushmanlarni otaman." "Menmi otaymi?" "Senmi otsan?" "Aka, otma." "Sen cho'ng bo'lganda otsan." "Yo'q, hozir otma." "Cho'ng bo'lganda cho'qim otsan." Akisini ko'rib yayrab ketgan Odiljonning kayni-kayndan beriyotgan savollari pat-pat o'zgarib turardi. "Aka, sening iting chopamdi." "Chopidi." "Sikiyalarning olumuzi toza chopidi." Odiljonning kichkina ko'zlarini o'ynatib, kayni-kayndan beriyotgan savollari kishining omriqligini keltirardi. Nodamning inisiga zo'qi kelib, uni erkiltib so'ydi. Boyadan beri ishqisining gaplariga zo'qlanib o'tirgan ona endi gap boshladi. "Tova balam, bu nima qilganing? Meni tirik o'lsin dedingmi?" Nodam onasining sig'inish va mehr-muhabbat bilan namlangan ko'ziga bolaliq erkilash bilan talmurdida onasining qotmal qo'llarini tutdi va kulimsiradi. "Xapama opa. Mening tuyuqsiz yo'qolib ketishim sana eg'ir bilingandi. Sana deb qo'yishga ulgurmadim. Ko'ryapsan, boshqalarmi ko'pchilikning baxt saodati uchun qo'liga qurol ilyotidi-ku. Men qarab tursam bo'lamdi. Menmi o'g'il bolaman deb belimni bog'lab yuribdiman-ku. Shundoq emasmi, opa?" Gulpamxon mo'ri o'choqning ko'llarini tozalab, qum cho'ginni cho'qib qo'ydi. "Hech bo'lmasa, menga deb qo'yib ketsang bo'lmamdi, bolam. Bola degan ota-onaning og'ziga qaraydi-qandu. Sen ketgandan keyin mening qanchalik sakbara bo'lib ketganimni bilamsan. O'lmakning ustiga tepmak degandek, heliqi harom tomoqda yuzlarning qib ketgani cho'tehi." U vaqtda shundoq tuyg'uzmay ketishga to'g'ri keldi. Ketmasam, shaharga akirib sulab qo'yatdi. "Ha? Nemishqa sulaydi ekan seni? Sen ularning orpisini qam o'rganmading?" "Undaq deganing bilan, opa, Rayhongulga bo'lishib, hukumat amaldorini urdi", dedi Nodam o'tgan ishlarni onasiga birma-bir tushuntirib. "Anvar apandining chaqiriqi bilan bir xufiyani tashkilot qurdik. Oxir Nilqiga berib, inqilobchilarga qo'shildik. Gomindang hukumatini yo'qotib, izlayotgan amgakchilarni ozod qilishga jinimizni tikib, qo'limizga qurol oldik. Bo'zak bo'laveradikmi, opa? Akam uchun qisos oldigan chaq mushu emasmi?" Mana endi onaning chiroyi boshqacharak tus oldi. Yuzlari totirib, lavlari titrashga boshladi. Yuragi siqilib dam ololmayotgan odamdek kekir-tikiga o'tkir va alamlik og'riq tiqilgandek bo'ldi. Uning ko'z oldiga xiyolchan muallim o'g'li Nodir kelgan edi. Ana uning o'g'li. Qop-qorong'u kechalarda onasiga mungdash bo'lib, cho'nqur xiyol bilan qopoq turib o'ltirmoqda. Ana uning o'g'li. Opisining ko'nglini tog'dek o'stirib, bizning qad ko'taradigan kunimiz pat yaqinda keladi, opa, demoqda.
ana uning o'g'li. Endi uning o'g'li yo'q edi. G'uyuldab o'tgan yillar onaga qirodek oppoq chashlarni, cho'nqur qo'riqlarni, mung qayg'ularni sovg'a qilib o'tib, uning ko'yimchan tog' yurak o'g'lini billi elib ketgan edi. U endi yenib kelmaydi. Ona montida o'ltirib, xuddi esa degan odamdek birdilla yig'lavatdi. Un gulining bir guli echilmagan bolam. Ona qattiq o'ksishga boshladi. Uning tildirilib qolgan ko'zlaridan yosh tomchilari munchoqdek tizilib chiqib, qo'yi qo'riq besib ketgan yuz va engaklarini bo'ylab temishga boshladi. Onaning qalbida Nodir uchun necha yillar cho'g' bo'lib yongan. Ammo muni nodam cho'ng bo'lganda o'chishga boshlagan bir parcha o't hozir mana boshqacha lovuldab yenishga boshladi. Onaning alamlik yig'isiga qarab nodamning ko'ngli buzildi. Lekin u g'ayrat qilib o'zini tutib oldi va onasiga tasalli berishga, ko'nglini ko'tarishga boshladi. Qo'y opa, sabr qil. Akam ozodlik uchun kurashgan edi. Mana u o'ylagandek zaman kelyotdi. Endi hammamiz xushal bo'lamiz. Nodirning izini besib qolgan Odiljon kichkina ko'zlarini pildirlatib, hayronlik bilan bir oqsiga, bir momisiga qarab qo'yatdi. Ona beshidagi oqirib, o'ngib ketgan yog'liqining uchi bilan ko'z yoshlarini surtdi. Uning dilidagi dard alamlar boyatdan beri oqqan yoshlar bilan chiqib ketgandek, go'yo yelkisini besib turgan eg'ir tog' og'dirilib tashlangandek o'zini xeli yenik sezdi. U cho'nqur tortdi. Bo'pti bolam. Sen aytgandek mendan so'rading nima, so'ramading nima? Haq yo'lga mongan bolam sen. Er yürek jangchi bo'l. Qo'lingdan miltiqni tashlama. Akamning intiqomini ol. Zolimlarni shafqat qilmay yo'qot. Seni birinchi Xudoyimga, ikkinchi ko'pchilik topshirdim. Onaning turilgan qapoqlari, yemirilgan lavlari asta-asta o'rniga keldi. Onasining shunchalik g'ayratli so'zlaridan Nodamning yurak bag'ri do'lqinlandi. Chiroyi echilib, leviga tabassum yugurdi. Choy qaynadi. Odiljon qo'shnilardan akirgan qaymoqliq sut bilan Gulpamxon o'rikdek sapsiriq atgan choy atdi. Ona bola darqanda o'ltirib choy ichishga boshladi. Onamu, bolamu bir necha oydan beri mundaq mazalik atgan choy ichishnigan edi. Uning qicha Nodamning kelganligini anglagan qo'lim qo'shnilar uyga kayni-kayindan kirib kelishdi. Nodam o'rnidan turib hammasiga hurmat bildirdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchmi Nodam bolam? Mana qaranglar, jug'oli yigit bo'lib ketganini buning. Oti bolasi-da, oti bolasi. Dedi Qosim bovoy zo'qlanib qarab. Pah, askarlik tozimi yorishibdi buningga. Chiroyi sal qordab qolgan bilan bo'yimi o'sib samirib qolganmi nima? Dedi uyga kirguvchilarning eng chungi Janorxon mo'may. Olqisning intiqomini oladi-da. Endi miltiqni mahkam tutinglar bolalar. Ya Alloh, nimalarni ko'midiq? Dedi yana bir bo'y. Uyga Nodamning tangtush do'stlari dugurishib kirib kelishdi. Uzundan buyon mo'ngluq, shovqin suransiz bo'lib kelgan bu uy bugun ilhom baxsh, umidlik tilaklarga boy so'zlar, xushal kulgilar, shodlik tantanalariga to'lib ketdi. Gulpamxonmu echilib yeyilib qoldi. Nodam uyga kirguchilarga partizanlarning nilqidan shahargacha bo'lgan safarlari, qiziq janglar to'g'risida so'zlab berdi. Qiyrilar yoshlarning omon esanligi uchun duo qilishdi. Yoshlar bo'lsa, ozodlik jangchilari sepiga tezroq qo'shilishga taqozo ekanligini aytishdi. Uyga cho'ng umid bilan kelgan Nodam o'xshashla cho'nqur va'da bilan uydan chiqdi.
Nodam mahallasidan chiqib bir qizga uchradi. Qiz Aqtamboyning bedilik beg'ining g'o'rlangan ishkiga yo'linib turadi. U pokvoy yog'liq bilan tumshiqini o'rib olgan. Tizig'i keladigan nimkesh maxmal chopon kiygan bo'lib, Nodamning yo'lini to'rab turadi. "Nodam, meni etingga mingashtirib olg'ina", dedi qiz otning oldini to'sib. "Nega borasiz? Siz hurliqawa?" "Ha-a, men hurliqa. To'ngan bo'lsang mingashtirib ol", dedi qiz otning uzangisini tutib turib. "Nega bormoqchisiz?" "Sizlar bag'ayaga", dedi qiz Nodamga tik qarab turib. "Aytqina, Anvar apandi salomatmi?" "Salomat." Hurliqa shundoq javobni kutgan edi. Kutgan javobi aytildi. Uning yurak bag'ri to'lqinlanib, o'tliq hissiyat ichida Nodamning turqig'i sapsoldi. "Teg'i yaqindala boy qo'rusidagi bu malay bola mana endi tozaga yarashgan harbiy kiyim ichida bardam yigitga aylanibdi. Nurisidagi 5 atar miltiq gavdasiga nima degan singishgan? Anvar apandi shu topda qandoq bo'lib ketgandi? U mushularni boshlab ketgan. Tayinliq, hozir u komandir. Uning uchisida Nodamninkidek uzun juva emas, yaqinlariga, tashlariga jek tutilgan kalta juva. Belida tapancha, mingan eti tumqara. Peshonasida qashqisi bordi. Nodamdek necha yuzlagan askarlar uning oldida taq turdigandu. Heliqi ketsa u, "Men sizni o'lsammi unutmayman" degan edi. Apandi degan yolg'on aytmaydi. Ras unutmagandi. Qiz o'ylagan seri yurak urishi ishtiklab, yiqimli tuyg'ularga cho'milishga boshladi. Ko'rish tashnaligi kuchayib, ko'zlarini xumorlashtirdi. Shu topda agar qonti bo'lgan bo'lsa, uchqan bo'ladi. Ostida Nodamninkidek eti bo'lsa, chapqan bo'ladi. Biroq amal qancha? Hozirmu Nodam etiga mingashtirib olsa, Anvar apandi turgan yerga ko'zni yumib ochquchi yetib bora oladi. "Aka, etingni qo'riga yaqinroq kel", dedi Hurliqa oldirab. "Avara bo'p qolasiz." "Avarchilikdan sen qo'qsang, men qo'qmayman." "Etim shash, mingashtirmaydi." "Undaq bo'lsa yo'l bo'lsin, piyoda ketaverman." Nodam qizga qarab kulimsirab qo'ydi-da, etini devitdi. Ot quyruq tarafida qorquyun paydo qilib, oq dostixonda ko'rinadigan cheksiz etizlar orasida yugurib ketdi. Nodam ot ustida ketib etib, "Ko'ngil degani. Qara, buni boy qizi qahardan demay, Anvar muallimni izlab minibdi", deb o'yladi. Shu chog'da uning xiyoli Rayhonga yo'tkaldi. Qizning kulib turadigan ko'zlari Nodamga hamon havas, hurmat va nomusjonlik bilan tikiladi. "Ol qulunga qizil tug'ni, berma dushmanga hech uni. Dushman so'zsa bizga qo'lini, yonjib tashlaymiz biz uni." Jangchilar yotoqda bu naqshini xo'r qilib aytqach, har xil mashg'ulotlar bilan bo'layotdi. Nodam kirib kelganda, ular xushal bo'lib, uning atrofini o'rib oldi. "Ha, qandoq bo'ldi? Opam g'ovg'a ko'tarib, uyni beshiga kiyibdimi?" dedi Ishoq qora ko'zlarini uningga tikib. "Yo'q, biz o'ylagandek bo'lmadi. Opam meni ko'rib, dastlab qattiq yig'ladi. Keyin bo'pti bolam, askar bo'l, akangning, dadangning intiqomini ol dedi. Biroq izdiriksiz yo'qolib ketganimga bak xafa bo'ldi. Oxiri qo'lim qo'shnilar bilan xushal o'zitib qo'ydi shu", dedi Nodam tamg'i miltiqini yo'lab qo'yib. "Yaxshi bo'pti. Onalar shundoq bo'ladi. Bolaning so'zigimi ang dastlab ona kirdi. Jamoldining onasidek g'ovg'a ko'tarsa tas bo'ladi-da." U xuddi ko'pni ko'rgan odamdek so'zlab ketdi. Badashqonni qurib elib, toza berilib, avtomat tozalayotgan Botir G'azimu gap qistirdi. "Boyqush onalar bag'rini yerib chiqqan bolaga chidamdi. Ularning yeshi kirpikdil tayyor turdi. Tushunmaslikdan shundoq qildi. Tushungandan keyin baribir rozi bo'ladi." "Sizlar o onanglarni ko'rib kelib, xotirjam bo'ldinglar", dedi Arash Nodamning yeniga kelib. "Mening onam nima da'vat ekan? Tirikmidi, o'lganmidi? Tog'larda yirtqich hayvonlarga yem bo'lib ketdimikin deb o'ylayotgandi. Mening bu yerlarda yurishim balki onamning tushigimi kirmaydigandi." U o'ylanib turib qilib,
ma'yus ohangda dedi. Bechora onamning dardi tag'ladimmi cho'ngda. Xotirjam bo'l. Bo'rtalarni ozod qilib, onangni cho'qim xushal qilamiz, dedi Botir G'ozi. Seni mushu holatda ko'rganda uka, onang o'g'il tug'ib cho'nqig'iniga qaltis rozi bo'lib ketadi, dedi Pilamochi Kevir qo'lini loti bilan surtib turib. Nodamni ko'rib, Gulpam xonadamning beshi osmonga yetgandi. Uni bir dema. Kevir shu so'zlarni qildida, o'z yurti ko'z oldiga kelib, nimalarnidir o'ylab, ko'zini bir nuqtaga tikib turib qoldi. Ondan Arashqa yana gap boshladi. Arash, opang mushunda xushal kunlarda so'yin bo'lsa koshki deb o'ylaydi-da. O'g'il turg'anli gap. Lekin men Bo'rtalarni ozod qilish jiniga cho'qim qatnashishim kerak. Onam bilan shunda g'albilik kunlarni ko'rsam, bu ko'rishish albatta unutilg'usiz xushallik bo'ladi. Kevir yana jimib ketdi. Kevirka, qaltis xiyol surib ketdim-ku, dedi Nodam hayron bo'lib. Uka, xiyol surmay qanday qilay? Sizlar-ku onanglarni ko'rib keldinglar. G'oyibmi xotin bolalarni ko'rib keldi. Men-chi. U so'zining oxirini aytolmadi. G'urbatchilikda yolg'iz tikandek o'tgan umri hammasiga bo'libmi o'z yurtliqlariga ayon edi. Nima g'am qilasan? O'z yurting bor, o'z xalqing bor. Har chiroyli kunlar tag'i oldimizda, dedi Nodam uningga echingan qiyofatda qarab. Ishoq chaqchaq qilibroq dedi. G'o'lji to'liq ozod bo'lgandan keyin yangimizmi bo'ladi? Uyingda mehmon bo'lamizmi texi? Moshundaq kishining peg'oni o'rlagan chaqlarda yerim-jing bo'lsa, qattiq yaxshi bo'ladi, dedi Botir G'ozi Kevirning yuzida paydo bo'lgan echinish alam uchqunlarini yo'qotmoqchi bo'lib. U chaqda Kevirkam yoyrab ketadi-da. Yo'q. Undaq ishlardan hozir yiroqlab ketdik, dedi Kevir kulimsirab. Hali komandir basiga yoqdimasan? Bosh soqchini olgan kuni oyog'imga necha botolga putlashib yurdi. Qiyo ko'zimni solmadim jimovka. Hara xumari, ayol xumari hammasi tugidi. Hozir birli xumar bor. U bo'lsa-mu, dushmanlarni qo'ymay yo'qotish xumari. Uning chin dilidan chiqqan chaqchaq oralash gaplari ko'pchilikni kuldirib-etdi. Uzun izig'i ketgan bu yotoqda nurg'un jangchilar qistilishib yotadi. Partizan shaklidan osta-osta muntazam qismlarga aylanayotgan bu jangchilar shu topda har xil ishlar bilan mashg'ul edi. Yangidan pidoi bo'lib sapga kirganlar qurol ishlatish, miltiq, pelomotlarni chuvib, qaytadan qurashtirish qatorliqlarni mashq qilyotdi. Ko'ni jangchilar ko'ngil qo'yib ularga o'rgatdi. Yangilar bo'lsa berilib o'zlashtirib olishga tirishadi. Ko'ni jangchilarning ba'zilari kiyim-kechaklarining yirtilgan joylarini yamayotdi va ba'zilari jo'larni yepinib olib, shuncha vangchong'i pisand qilmay uxlayotdi. Jangchilarning yotiqiga Rayhon bilan Vorisjon kirib keldi. "Mani kapsiz-ku", dedi Rayhon kulimsirab. U Nodamning yeniga keldi. "Anvar kamboyatdan beri sizni necha so'radi? Qandaq? Opangiz tinchlikmikan?" Salomat turibdi. Sizga salom aytdi. Voy, davatda Rayhon andikib quloqlarigacha qisirib. "Opangiz meni tanimasa?" Botir G'ozi chaqchaq qildi. Sizni tunishtirib bo'ldi-da bu. Tunishtirib bo'ldim. Bizning bir shafqat hamshirimiz bor. Janglarga nihoyatda kuyinadi. Eti Rayhon gul dedim. Qandaq? Tunishtirishim joyida bo'ptimi ya? Deganlaring rostli bo'lsa, joyida, to'g'ri gap qilibsan, dedi Botir G'ozi. Bizni tunishtirmay, yolg'iz Rayhonni tunishtirganing toza joyida bo'lmabdi-jimi? dedi yana biri. Shuning uchun Gulpam xonadam Rayhon gulga salom aytdi-da, dedi Kevirmi kulimsirab. Shu topda o'ltirganlar orasidagi 3 odamda 3 xil hissiyot qo'zg'aldi. Rayhon qasirib ketdi. U o'z ko'nglida xeylidan beri takrorlanib kelayotgan o'ylarining boshqalar tarafidan aytilganligiga, bo'libmi Nodamning "Opam sizga salom aytdi" deganligiga qizardi. Mayli qizarsa-mu, u mundaq so'zlarning yana davomlashishini tilaydi
va nodamga aytolmay yurgan gaplarini boshqalarning davatganligidan xushal bo'lib, yuraklari tez-tez urib, qizirib ketib boradi. Nodam qizirib ketdi. U opam sizga salom aytdi degan gapni tubsiz, maqsadsizla, odat bo'yicha aytgan edi. Buning bilan qizning andikib, quloqlarigacha qizirib ketishini va boshqalarning shuningga yo'lab mundaq chaqchaq qilishlarini o'ylamagan edi. U nemishqa mundaq so'zlarni degandiman deb nomus qilib qizirib ketdi. Varisjanchu umu qizirib ketdi. U bo'layotgan bu gaplarning yuragiga ziqdek sanjilayotganligidan terikib, g'azablanib qizirib ketdi. Tabiiyki, mundaq so'zlar uning uchun dushmanning bombasidan mudahshatlik edi. Qaysi kuni u Rayhonga opam sizga alohida salom aytdi degan. Shu chaqda Rayhon bugungidek qizarmagan, boshqalarmu bugungidek mundaq ma'nilik chaqchaqlarni qilishmagan. Xap, bugun bular muni gaday pushtiga nemanchi yon besib so'zlab ketdikin. Rayhonning qizarishi, nodamga o'tliq ko'zlar bilan tikilib qarashi Varisjonga gumonla emas, o'z navbatida g'azab hislarini qo'zg'adi. Lekin u g'azabini ichiga yutib kulimsiradi. Al-yurt omonmikan? Bizning uyga yo'liqmagansan? Dedi u gapni boshqa yoqqa yo'tkab. Al-yurt omonkan. Uyingga yo'liqolmadim, chunki vaqt to'shib qoldi. Rayhon bilan Varisjonmu yangidan tarqitib berilgan qishliq kiyimlarni kiyishgan edi. Rayhonning uftisida qoyrim yaqiliq uzun oq juva, putida bo'z piyma, beshida oq quloqchi bor edi. U chechini turib ichiga tiqib olgan edi. Rayhonning ko'nglini mahliya qiladigan qo'y ko'zlari bilan nodamga qarab ochiq chiroy bilan beqishi. Uning ustiga yeli bo'lib o'tgan so'zlar Varisjonga har kelib, yurkiga ziqdek sanjilgan edi. Demisimu, nodam birdam yo'qib ketadigan bo'lsa, qiz sekbari bo'lib uni izlab ketadi. Kirmagan bo'lim yotoqlari qolmaydi. Tomoq yegan chaqdimu doim uning yeniga kelib oladi. Texi qaysi kuni nodamning qo'l yog'liqini unimisimu qo'lidan tortib elib yuvib berdi. Uydan akelgan oppoq moyliq to'qashlarini yoq desimi unumay uning qo'liga tutqizib ketishlari-chu texi. Varisjonga-chu unda qilmaydi. Uningdan qochib yuradi. Boya Varisjon, uyga birga ketayli. Opam sizni so'rab ketib bordi. Sizni mushu turqingizda ko'rishni bek orzu qilyotdi. Desa, qiz unimadi. Rayhon uchun Varisjon ortiqcha va zerikishlik odam bo'lib qoldi. Buni Varisjon sezadi albatta. Lekin u buni har olsa-mu chidaydi. Uning uchun Rayhonsiz yashash cho'ng halokat. Rayhonni ko'rmagan minutlar azobliq edi. Rayhon nodamga qanchalik sekbari bo'lsa, Varisjonmu Rayhonga uningdan battar sekbari edi. Izlab ketgan bo'lsa, men Anvar apandiga yo'liqay. O'zimmi sal kechikib qoldim, dedi nodam. Qani yuring, kelgan bo'lsa meni chaqirib chiqing degan edi. Dedi qiz o'rnidan osta qo'zg'alayotgan nodamning yengidan tortib yaqinlik kulimsirab. Rayhon bilan nodam birga chiqib ketdi. Varisjon turgan o'rnida turibla qoldi. Uning butun a'zoyi badani titradi. Burunqi o'chmanligiga mana amdi ko'nchilikning o'tlari kelib qo'shildi. Uning chiroyi birdam qizirib, birdam totirib, ko'zlariga qorong'ulik tiqilgandek bo'lib, santirilib ketishga oz qoldi. U qadamlarini osta besib, tomga yo'linib o'ltirdi-da, o'yga ketdi. Endi bildim. Rayhonni mushu tegipas oylantirib yuribdi-da. Bo'lmasa, nemishqa uning oldida o'ynoqlab, ko'zlarini xumorlashtirib, echilib, yilib ketadi. Nemishqa menga unda xuluq ko'rsatmaydi. Men gap qilsam, turong tegidi. Qara buni. Mening baxtimga changal silayotgan aslida sankansan-da, gaday. Tuzingni yeb, tuzliqingga tukiray degan mushikanda. Sirni endi bildim. To'xtab tur nodam. Men seni atlamaganimni-ku. U uzun qilib tamaki o'rab tutash turdi-da, alam bilan ochiq isni ichiga tortdi. Qo'yuq is eg'iz burundan purqirab chiqdi.
u allaqandoq cho'nqur xiyollar dengiziga g'arq bo'lganmi bo'ladi. Biroq Botir G'ozining yo'g'on ovozi uni cho'chitibdi. Hay, xaloyiqlar yumqirab ketdi. Qaysan ko'ydirishding? Hammasi o'zining yollariga qarashdi. Varisjonning yenidan suz is ko'tarilyotdi. Voy Varisjon, quloqchan qara. Tamakanning o'ti tushdimi nima? Dedi Ishoq. O'zing kuyib ketsanmi to'ymaydigan o'xshaysan. Nimanchalar xiyol surib ketding? Bangining xiyoldak. Dedi Kevir chaqchaq bilan. Astag'firullah. Mau kasopachlikni qaramamdigan. Deb g'udunshida qizirib ketgan Varisjon. Jangchi deganmi shundoq bo'lamdi. Tozimi beg'am nima ekansan, ha? Dedi Botir G'ozi. Varisjon shu chaqda o'ziga kelib, quloqchisini qo'liga oldida tamaki o'ti tushgan yerni bosh miltiqi bilan besib uvladi. Texi tunugilni tarqitib bergan yangi oq quloqchisining o'ng chekisiga tamaki o'ti tushib, tugmichilik o'rni ko'yib, atrofi sarg'ayib ketgan edi. Miltiqini chuvib loti bilan surtib tozalayotgan Arash zangliq aralash mundoq dedi. Quloqchiga ansilib olding-da, mubodi yetib ketsang, anda asal tepib oldigan bo'ldik seni. Sahroga chiqib, bizning quloqchimizning pirmisi mushundoq deb yurma yana ahmoq. Hammasi qoqoqlab kulib ketdi. Jangchilarning yotiqidan xeyli uzungacha kulki chaqchaq ovozi besilmadi. Qo'zg'olonchilar shaharga besib kirgandan keyin qurilgan vaqtlik hukumat va qo'mondonlik shtabining xizmati jiddiylashdi. Mushu jiddiy xizmat qilguvchilarning ichida Nodam Ahtamboyni Xodik bilan shaharga akirganda ko'rgan. Boy bilan eriq yoqisida uzoq paranglashgan heliqi yo'g'on salilik chasaqal kishi. Boyning beg'iga mashrab o'ynashga chiqargan shaharlik bir necha boylarmi bor edi. Nodam bilatdi. Ularning qo'l ostida necha o'lgan molaylar, changunglar, yilliqchilar bor. Shu molaylarning ko'rgan kuni tortgan azoblari Nodamning, Jamoliddinning, Goyitning ko'rgan eg'ir kunlaridan qilishmaydi. Nodam Ahtamboyga qanday g'azablansa, nafratlansa, shu xo'jayinlarg'imu shunday g'azablangan, nafratlangan. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Abdurahmon Qahorning Shinjon xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Eli to'lqinlari nomli 2 qismliq tarixiy romanining 1-qismini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglaqaysizlar. Ularning yordamini qo'lga keltirsak, Go'mindan hokimiyatini og'dirishimiz tezroq, o'ngishli bo'ladi. Bu Ahmadjon Qosimi bizni doim aqlliroq, zerakroq bo'lishga undab aytib kelayotgan so'z. Bu mahaldagi yalan to'shlarni kaynaga silib, bizning yerlarimizni, mol-mulkimizni bo'lib olmoqchi bo'lgan. Shunlashqa biz uning jinini olgan edik. Bizni qo'llaydigan, bizga ma'naviy, moddiy jihatdan yordam qiladigan har qanday odamni qarshi ilishimiz, himoya qilishimiz lozim. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, bosh nazoratchi Gulbahor G'ofur.